Assalomu alaykum hammaga. Bugundan biz HTML CSS kursimizni boshlab olamiz va keyinroq JS ya'ni JavaScriptga ham o'tamiz. Demak, HTML nima? Bu rasmdan ko'rib o'tganimizdek, HTML tasavvur qiling, insonning skeleti. Bu shunchaki ko'rinish. CSS esa ranglar, fonlar, har xil bezaklardir. Ya'ni odamning terisi. JS esa odamning ichki a'zolari, ya'ni qon, miya, shunga o'xshagan narsalar. Bugun biz HTML ni o'rganishdan boshlaymiz. Buning uchun avvalo HTML CSS degan papka ochib olamiz. Men ochib olganman va hozir bu papkani ochib olamiz. Men hozir sizlar uchun ozgina namuna yaratib qo'ydim. Keling qaytadan index.html ni yaratamiz. Demak, index.html degan fayl ochamiz VS Code'da. Bu yerda yangi fayl ochish tugmasi bor. Uni bosamiz va index.html deb yozamiz. Demak, index.html ochilgan deyapti. Keling, main.html deb yozamiz. Main.html farqi yo'q. Xullas, index.html yozaveramiz. Demak, xullas HTMLda karkazni hosil qilish uchun biz undo belgisi yoki HTML5 so'zidan foydalanamiz. Buni bossak o'zi VS Code'ni avtomatik aniqlash tizimi ishga tushadi va sizga tavsiya qiladi. Mana. Va HTML ning asosiy karkasi hosil bo'ladi. Demak, hosil bo'ldi. Demak, title'da biz sahifamizning titul, ya'ni sarlavhasini yozib olamiz. Masalan, HTML CSS darslik va body'ni ichiga H1 tagida sarlavha yozamiz. Salom dunyo. Har doimgidek dasturchilarning ilk so'zi salom dunyodan boshlanadi. Hozir biz tushunishimiz kerakki, HTML ni asosiy karkasini undo belgisi yoki HTML5 bilan boshlashimiz kerakligini. Shunda oson bo'ladi. Birma-bir docutype deb yozib chiqmaysiz-ku. Shuning uchun HTML o'ziga shunday qisqartmalarni yaratib olgan. Demak, body'ga biz sahifada ko'rinib turadigan narsalarni yozamiz. Masalan, sarlavha, rasm, shunaqa narsalar. Demak, biz salom dunyo dedik va agar siz live serverni unutgan bo'lsangiz, go live ni bosamiz. Unutmagan bo'lsangiz, bu yerga extensions bo'limiga o'tasiz va live server deb yozasiz. Mana birinchi bu yerda install degan yozuv chiqadi. Buni o'rnatib olsangiz, run qilishda qiynalmaysiz. Xullas, o'rnatganingizdan so'ng men buyurgan mana bu gaplarni yozasiz va go live ni bosasiz. Va mana ko'rib turganingizdek birinchi sahifangiz tayyor bo'ladi. Mana
va yana H1 tagidan tashqari H2 bor. Bu sal kichikroq bo'ladi. Hozir birma-bir ko'rsatib chiqaman. Va H3 tagi bor. Kichiklashib boradi. H4 H5 hattoki H6 ham bor. Mana bular kichayib borishadi. H1 eng katta salloqa hisoblanadi. H6 esa eng kichik matn hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu H1 da yozilgan, bu H2 da, bu H3 da, bu H4, bu H5, bu H6 da yozilgan matnlardir. Demak, biz hozir matnlarni qanday chiqarishni o'rganib oldik. Keyin paragraf bor. Bu asosiy kichkina matnni ifodalashda ishlatiladigan tagdir. Masalan, Q yozuvini bossangiz o'zi avtomatik sizga VS Code tavsiya qiladi shuni bosing deb va P ni bosib Enterni bossangiz paragraf tagini yozib beradi. Demak, copyload taklif qilgan so'zni yozamiz. Bu darslikda siz HTML va CSS asoslarini o'rganasiz. Mana keyin saqlab turib sahifamizga o'tamiz. Bu yerda mana kichkina bu darslikda siz degan yozuvlar chiqyapti. Demak, paragrafni ham o'rganib oldik. Undan tashqari mana tartibli va tartibsiz ro'yxatlar ham mavjud. OL tartibli ro'yxat hisoblanadi. OL ni ichiga align yozsangiz birdan to izilma keldi. Sizga ro'yxat chiqarib bera oladi. Mana yozib ko'rsangiz chiqyapti va URL esa align ichiga yozsak bu tartibsiz ro'yxat hisoblanadi. URL nuqtali ko'rinishda bo'ladi. OL esa raqamli. Ko'rib turganingizdek bu OL, bu esa UL dir. Demak, hozircha biz matnlarni o'rganib oldik. Yana keyingi darsda siz bilan qo'shimcha yana bir taglarni o'rgana olamiz. Xullas, o'rganishda davom eting. Biz ham videolarni chiqarishda davom etamiz. Hammangizga rahmat. Ko'rishguncha.